www.tarona.net. Esingdami do'stginam, bundan 2 yil oldin yurgan edik mehnat qilib, orzularga yetolmay, yamoqshimu ko'ynakda har qayerda ishladik. Oddiy ishchi bo'lib doim qadrimizni bilmadik. Sabr qilib boriga aytar edik shukrona, go'zal qizlar o'tib qaytsa kuzatardik pinhona. Boray desam bizda o'z bo'lgan edi aqchalar, havas qilib shu kunlarni kutgan edik qanchalar. Yigit kishi qiynalsa bu yaxshilik belgisi, sinovlarga chidaganga Tangrim kelar bergisi. Mana mehnat rohati yuribmizda qiynalmay, yaratganga shukr aytib yana mehnatdan tinmay. Gohida dilimni yomon og'ritishdi, talanting bor deya doim maza qilishdi. Bitta qo'shiq aytishni azobini bilmayin, shuyam qo'shiqmi deya yana yerga urishdi. E'tiborga ilmadik ko'rolmagan ko'zlarda, sha'nimizga tegadigan sal g'alati so'zlarni. Yaratganga ming shukr, yuzimiz mana yorug', mehnatni tagi rohat degan bobolar ulug'. Yigit kishi qiynalsa bu yaxshilik belgisi, sinovlarga chidaganga Tangrim kelar bergisi. Mana mehnat rohati yuribmizda qiynalmay, yaratganga shukr aytib yana mehnatdan tinmay. Ijodni endi to'xtatmay ijod qilish kerak, muxlislarni xafa qilmay ko'nglini olish kerak. Ota-onam duolari hamrohimiz kuvvahir, o'zbek elim oldida xizmat qilishimiz kerak. Yigit kishi qiynalsa bu yaxshilik belgisi, sinovlarga chidaganga